أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Şeyh Said Ahmed Balamburi rahimahullah yozgan Mabadi'al Usul namliq usul fiqh sohasiga yanada qadam olgan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu kitobning 3-taqsimiga keldik. Xo'sh, endi biz oldingi darslarimizda Alloh taolaning kitobini usul fiqhni muttafaq alayhi dalilni to'tdik. Kitob, sunnat, ijmo, qiyos deb. Undan keyin kitobni shundoqla sunnatmi shundoq bo'linadi. Kitobni 20 qismga, 4 taqsimga bo'lib, 4 xil e'tibor bilan 20 qismga bo'lgan edik. Bundan biz birinchi taqsim bilan ikkinchi taqsimni oldingi darslarda o'qib o'tgan edik. Birinchi taqsimni vujuhun nazm deb, ya'ni Qur'oni Karimning lafzlarining ma'nilariga qo'yilishi, tayinlanishi degan jihatdan 4 qism bo'lib, xos, am, mushtarak, muavval deb o'tkazib bo'lgan edik. Va ikkinchi taqsimni vujuhul isti'mal, ya'ni vujuhul isti'mal deb ikkinchi taqsimga bo'ldik. Buni ya'ni Qur'oni Karimning bi'atibari istimali lafz lil ma'na, ya'ni Qur'oni Karimning lafzlarini ma'nilariga ishlatilish jihatda. Endi lafzi qo'yilib bo'ldi avval qismda. Keyin endi shu qo'ylab bo'lgan lafzlarni o'zininki qo'yilgan haqiqiy ma'nosiga ishlatish va ko'chma ma'nolarga ishlatish va uchuq so'zlarni ishlatish va yepiq so'zlar ishlatish deb 4 qismga bo'ldik. Vujuhul istimal deb, buni haqiqa, majaz, sarih kinoya deb 4 qismga bo'lgan bo'ldik. Endi bugungi darsimiz bo'lsa taqsimul salis, 3-taqsim vujuhu al-bayan. Vujuhul bayan. Buni usul shoshida al-mutaqabilat deb oladi. Mutaqabilat. Chunki vujuhul bayan amaliyotda bu 8 qismga bo'linadi. 8 qismga bo'linadi. Cho'ng jihatdan 2 qismga bo'lamiz. Vujuhul bayanni avvalo e'tibor jihatdan bu e'tibori zuhuril ma'na va xafai. Buni asosiy taqsim deb ataymiz. Chuqur bir taqsim degandan biz bir narsani taqsimga bo'lganda e'tiborotlar bo'ladi. Bu e'tiborotlarni asosiy taqsim deb ataladi. Asosiy taqsim ma huwa asosiy taqsim? 4-chi taqsimniki, 3-chi taqsimning imtihon savoliga 3-chi taqsimning asosiy taqsim nima deb kelsa, buni deb javob beramiz. Bi'tibari zuhuril ma'na minhu va xafai. Ya'ni shu lafz Qur'oni Karimning lafzidan ma'noniki oshkor chiqishi va maxfiy chiqishi e'tibori bilan yana 4 qismga bo'linadi. 3-chi taqsimniki asosiy taqsim bu shu. Ya'ni har qanday biz so'zlarimiz, bizning odatda normal so'zlarimiz bu aytilgan vaqtimizda bu so'z ya intayin uchuq aytiladi. Ya intayin so'z ya uchuq aytiladi, ma'nosi hallang. Ya bu so'z aytilgan so'zdan ma'no uchuq chiqadi yoki maxfiy chiqadi. Endi bu uchuq maxfiylik bu o'xshamaydi. Ya'ni bu mushakkik, kulli mushakkik. Kulli mushakkik degan gap, mushakkak desak bo'ladi. Kulli mushakkak degan ya'ni xuddi abiyat desak, oq desak, tomning oqligi bilan ko'ynakning oqligi, qog'ozning oqligiga o'xshamaydi, sutning oqligiga o'xshamaydi. Qora desak, qozonning qarasi bilan qog'ning qarasi, kiyimning qarasi o'xshamaydi. Ya'ni qora o'xshagan bilan daraja o'xshamaydi. Aytgan gaplarimiz ba'zida 100% ma'nosi uchuq chiqadi, ba'zida 80%, ba'zida 60%, ba'zida 50%, ba'zida 40%, ba'zida 20%, ba'zida 0% bo'ladi uchuqligi. Mushunda fisillar bo'yicha ham bu cho'ng jihatdan 2 qismga bo'linadi. Biri aqsam vodihid dilala, ya'ni biri aqsam xafiyud dilala. Aqsam vodihid dilala 4 qismga bo'linadi. Zohir, nas, mufassar,
muhkemdir. Aqsam hafiy dalala 4 qismga bo'linadi. Hafiy, mushkil, mujmal, mutashabihdir. Endi biz aytilgan so'z ma'nosi 60% bo'lsa, 60% biz aytilgan so'zning ma'ni 60% uchiq chiqsa, qanday bo'ladi? Zohir. Agar bundan 70% ga o'lsa, nas. Agar 80% o'lsa, mufassal. Agar 100% ga o'lganda muhkam bo'ladi. Endi 50%, 49%, 50% bo'lib qolsa, so'zniki so'zdan chiqqan ma'niniki ro'shan maxfiyligi 50% tushib qolsa, xafiy. Agar 40% tushib qolsa, u chaqda mushkil. Agar 30% ya 20% tushib qolsa, mujmal. Agar 0% tushib qolsa, mutashabih bo'ladi. Ya'ni demak, arab tilidagi bizlarda bizning so'zimiz shunday bo'ladi. Endi ya'ni Qur'on Karimning lafzlaridan ma'nolariniki ro'shan chiqishi va maxfiy chiqishi, maxfiy bo'lib qolishi degan jihatdan demak cho'ng jihat 2 qism, aqsam vodih dalala, aqsam xafiy dalala yig'ib kelsak 8 qism. Endi bu 8 qism birsi-biriga qarshi, qarama-qarshi. Shuni shu mutaqobilat deb qo'yamiz. Ya'ni zohirga nima qarama-qarshi, xafiy qarama-qarshi. Nasga mushkil qarama-qarshi keladi. Undan keyin mufassalga mujmal qarama-qarshi keladi. Muhkamga mutashabih qarama-qarshi keladi. Uzib qarama-qarshi keladi. Shu mutaqobilat. Anladım. Endi biz darsimizning mazmuniga kirib ketaylik. Musannif deydiki at-taqsimus salis. 3-taqsim. At-taqsimus salisu bi'tibari zuhuril ma'na va khafaihi. 3-taqsim bo'lsa, ya'ni Qur'on Karimning lafzidan ma'nining oshkor bo'lishi va maxfiy bo'lishi e'tibori bilan. Bu asosiy taqsim mana shu. Xo'sh. Buni ismi vujuhul bayan deb ataladi. Al-lafzu bi'tibari zuhuril ma'na ala 4 aqsam. Endi bu aqsam vodih dalalamat o'tdi. Lafz mushu lafzdan Qur'on Karimning lafzidan ma'nining oshkor bo'lishi e'tibori bilan 4 qismga bo'linadi. Birinchi az-zohir, ikincisi nas, üçüncüsü mufassar, dördüncüsü muhkam. Endi az-zohir. Ma huwa az-zohir? Endi bu şu men diqqat qilgan bir mulohaza qilgan bir yava, mushu qismning hammasi ba'zidan avla. Zohirdan nas avla. Nasdan mufassar avla, mufassardan muhkam avla. Bunun kenidan bu tüveni yuqorisi tepiladi. Mesela nasda zahir tepiladi. Mufassarda zahir bilan nas tepiladi. Muhkamda zahir, nas, mufassar hammasi tepiladi. Amma aksdan emas. Muhkamda mesela mufassar mesela aks qilganda zahirda nas tepilmaydi. Nasda mufassar tepilmaydi. Mufassarda muhkam tepilmaydi. Onu kendindeki bunun bir özara karma-karşılık bulmaydı. Özara zahirle nas karma-karşılık yapıp kalmaydı. Eğer emdi namazın karşılık yapıp kaldı değil, karma-karşılık yapıp kalan vaxtıda bunun da zahirini neme besmişidir o? Nas besmişidir o. Mufassarında muhkam besmişidir. Eğer karma-karşılık yapıp kaldı deyip kalsa. Hoş, emdi ve bi etibari khafaihi aydan ala 4 aqsam. El-lafız yani Kur'an-ı Kerim'in lafızları Kur'an-ı Kerim'in lafızlarından ma'nının maxfiy bo'lishi itibari bilan ham 4 qismga bo'linadi. Yani bu aqsam xafiy dilala deb ataladi. El-xafiy vel-mushkil vel-mujmal vel-mutashabih deb 4 ga bo'linadi. Fahiye min el-mutaqabilat. Mana bu shu mutaqabilatlardan deydi. Shu usul shashida yozgan mutaqabilat degan mutaqabilatlardan. Yani ana degani xafiy zohirga qarama-qarshi keladi. Mushkil nasga qarama-qarshi keladi, mujmal mufassirga qarama-qarshi keladi, mutashabih muhkamga qarama-qarshi keladi. Endi bu yerdan so'rab salsa, nima uchun bu 8 ga to'xtalib qoldi? Lafzning ma'nidan oshkor yoki maxfiy holda chiqishi nima uchun bu 8 qismga bo'linib qoldi? Mushlat to'xtab qoldi. Nima uchun undan ziyada emas, nima uchun to'g'ri emas desa? Agar lafzning ma'nisi oshkor bo'lsa, nima ish qilgan? Chunki agar
bir lafızdan o lafızning ma'nosi oshkor bo'lsa, bu oshkor bo'lgan ma'no ta'vilni ehtimol keltirishi mumkin, ehtimol keltirmasligi mumkin. Agar ta'vilni ehtimol keltirsa, agar uningki ma'nosining oshkor bo'lishi faqat shu yolg'iz siyg'a bilan ham bo'lishi mumkin. Siyg'a. Boshqa siyaqil kalam qarmaylar siyg'a bilan chiqishi mumkin. Bu zohir. Agar buningda chiqadigan ma'no faqat siyg'adan chiqmay, balki siyoqidan birga chiqsa bu nas. Agar ta'vilni qat'iy ehtimol keltirmasa, bu amaldan qoldirishni, nasx mansux qilishni qabul qilsa mufassar bo'ladi. Agar mansux qilishni qabul qilmasa muhkam bo'ladi. Mavud qismniki. Agar endi buning ma'nosi maxfiy bo'lib qolsa, buning maxfiy bo'lishi siyg'adan boshqa tashqari bir omildan bo'lishi mumkin. Agar buniki maxfiyligi siyg'ada maxfiy emas, lekin siyg'aning o'zida, so'z shaklida, so'zning o'zida maxfiy emas, lekin tashqi bir omil uchun maxfiy bo'lib qolgan bo'lsa, bu xafiy bo'ladi. Agar shu maxfiylik siyg'aning o'zida bo'lib qolsa, buni bo'ladi mushkil bo'ladi. Agar buni masalan siyg'aning o'zida agar o'ylanib topqilib olsa mushkil bo'ladi. Agar o'ylanib tepish mumkin bo'lmasa, bu mujmal bo'ladi. Agar buniki bayoni, masalan, mutakallim tarafdan bayon qilib bilish ehtimoli bo'lsa, mujmal bo'ladi. Agar mutakallim tarafdan bayon qilish ehtimoli bo'lmasa, mutashabih bo'ladi. Xo'sh, endi texma buni nima qilsak, texma asallashtirib yengillashtirsak, zohir degan bir so'zniki bunda shunda chiqqan ma'nosi. Bu so'zni aytamiz, o so'zning o'zidan chiqqan ma'noning o'zida bo'ladi. Zohir. Masalan, ahallallohul bay'a va harrama riba. Desak, bu yerdagi zohir, shu oyatning zohiriy ma'nosi Alloh savdo sotiqni halol qildi, jazoni harom qildi desak, mana buni qaragan bo'lsak, zohiriy ma'no nima? Ya'ni savdo sotiqning halolligi nimadan? Jazonining haromligi. Bu zohir ma'no. Boshqa bir narsaga muhtojimiz yo'q. Bunda nima bo'ladi? Zohir. Nas deganchi deganda, nas degan ma siqal kalamu li ajlihi. Nas degan kalam shuning uchun va so'zlangan. Ya'ni so'zning asosiy maqsadi. Ya'ni nima uchun degan javob keladi. Ya'ni nimada? Ya'ni bizga bunda bir savolga javob bo'lib keladi. Ya'ni nas degan Alloh taolo nima uchun savdo-sotiqni halol, jazoni harom dedi? Nima uchun? Nimada? Nima uchunki savdo-sotiqni halolligi nima edi? Amalning oshkor edi. Bu oyat kirishdan burunmi savdo-sotiqni halolligini biladi ular. Alloh taolo alaydi savdo-sotiqni halol deb demisimi? Bu burun harom bo'lib keyin halol bo'lgan emas edi. Nima uchun undaq dedi? Nimada? Degan savolga javob bo'ladi. Siyoqqa qaragan bo'lsak, oyatning bosh tarafida ular nima qildi? Innamal bay'u mislu riba dedi. Ular beshida savdo-sotiq degan kofirlar savdo-sotiq degan jazoni o'xshaydi. Savdo-sotiqda foyda ziyoda bo'ladi, jazondan ziyoda bo'ladi, o'xshash gap bu deb shunda dedi. Deganki Alloh taolo shuni nima qilish uchun keldi deb buna shularning shu qavli uchun yo'q, la. Savdo bay' degan riboga o'xshamaydi. Bu ikkisi orasida farq bor. Bay' degan qonunli yo'l bilan bir narsani bir narsani ilish. Ondan qonunli yo'l bilan haqli yo'lda ilish. Jazoni degan-ku haqsiz yo'lda ilib olish. Haqsiz yo'l bilan bir narsani bilib, uniki o'ziniki foydasini olmay, yusum qo'ndirib haqsiz yo'l bilan pul ilib olish yo'lida jazoni degan. Bu ikkisining orasida osmon zamin farq bor deganni bilmoqchi. Demak, bu oyatdan chiqadigan zohiriy ma'no savdo-sotiqning halolligi, jazonining haromligi. Bu oyatdan chiqadigan nassiy ma'no, ya'ni savdo-sotiq bilan jazonining orasida osmon zamin farq borligi. Ikkisini aybizmi o'xshash emas ekanligi. Chunki buni biz sababini nuzul qaraymiz. Siyoq degan gap oyatning 5-ga oxiriga qaraymiz, sababini nuzullarga qarash orqali nasning asosiy mazmun, nas degan asosiy mazmun, asosiy maqsadni topalaymiz. Endi mufassir. Uni bir daraja yuqori ko'tarilib mufassir keladi. Ba'zi yerda masalan Alloh taolo va sajadal malaikatu kulluhum ajma'un deganda sajadal malaika, malaikalar sajda qildi degandan keyin endi bu bilan zohir bilan nasda taxsis bilan ta'vilning ehtimoli bor. Zohir nas oyatda kelsa, masalan, ahallallohul bay'a deb kelsa, Alloh savdo-sotiqni halol qildi desa,
bu soda satıqning hammasi halollab ketishini atayin. Umumiy jihatdan halol, ammo shu soda satıqning ichida haromlarim bo'lib qolishi mumkin, taxsis kelib qolishi mumkin. Buningga majoz ham ta'vil, majoz ham kelib qolishi mumkin. Masalan, ba'zan soda satıqlar halol emas, masalan, aroq sotish masalan. Çoğuşqa to'ng'izlarni sotish halol emas, masalan. Shunday kelishi mumkin. Demak, bu nimani qabul qiladi? Taxsisni qabul qiladi. Dalil bilan. Bunda bir qoida bizda. İza tara'a ala dalili al-ihtimal ve batala bihi al-istidlal. İza tara'a ala dalili ihtimal batala bihi al-istidlal. Qachon dalilga ihtimollik yuz berib qolsa, andaqmi yo emasmi, yo bunda bo'lash taxsis bo'lash ihtimollik bormi? Buning majoz bo'lash ihtimollik bormi degan ehtimol shunda yuz berdimi dalilda? Ya'ni ihtimolun nashiun an dalil. Dalildan paydo bo'lgan bunda dalilsiz ihtimol emas. Dalildan paydo bo'lgan ihtimol paydo bo'lsa, buni bilan dalil tutish nim bo'ladi, bakashlab ketadi. Shuning uchun nimaning zohir bilan nasniki nima bo'lish, taxsis bo'lish yoki ta'vil bo'lish ehtimolligi bor. Endi shunda e'tiborli bo'lgandiki, masalan, tasajjudal malaikatu desak, bu yerdan biz firishtalar sajda qildi degan gap bu zohir ma'nosida firishtalar sajda qildi. Zohir. Bildik. Bunda Alloh taolo firishtalarning bu oyatni nas ma'nosi bo'lsa, ya'ni Alloh taolo iblis bilan firishtaning farqini so'zlab, firishtalar Alloh taoloning gapini qabul qildi. İblis sajda qilganmidi? İblisniki sajda qilmaganlik masalasini bayon qilmoqchi, nas ma'nosida. Endi lekin bizga bunda bir ehtimollik paydo bo'ladi. Bu firishtalarning hammasi sajda qilgan bo'lganmidi yo ba'zilar sajda qilgan bo'lganmidi? Mobil ehtimollik. Undan keyin firishtalarning hammasi bir yo'lini sajda qilgan bo'lganmidi yoki biri bugun sajda qilib bir qismi, ertasi bir qismi sajda qilib, endi bir qancha vaqtlarda sajda qilgan bo'lganmidi degan bunda ehtimolliklar kep qolgan. Ehtimolliklar bor qoldi. Hatto bu ehtimolliklar nimadan dalildan paydo bo'lgan ehtimol qo'shib bo'laverdi. Ehtimolun nashun an g'ayri dalil hattoki. Bunda biz qo'limizga kelgan ehtimolliklar bo'lsa-mu, bunda ehtimollikni kisib o'tish uchun keldi nima? Bunda ehtimollik masalan, agar bir ehtimollik dalildan paydo bo'lsa, dalilga nima qila oladi? Dalilga ta'sir ko'rsatadi. Ammo ba'zi ehtimolliklar bor. Hozir men degandek masalan, firishtalar sajda qildi deganda hammasi emas, ba'zi sajda qilgan bo'ladi degan ehtimol. Bu ehtimollik agar dalilsiz paydo bo'lgan ehtimol bo'lsa, bu hukmga ta'sir ko'rsatmaydi. Hukmning dalilga ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo mufassir degancha desa, hatto dalilsiz paydo bo'lgan ehtimollikni yo'q qilib o'tadi. Fasajadal malaikatu degan kulluhum. Ularning hammasi degandan keyin biz nima ko'nglimiz kelgan bir qismi sajda qilmadi ular degan ehtimollik yo'qolib ketdi. Anladın? Ecmaun degandan keyin bir yo'lama degandan keyin hammasi bir vaqtda bir yo'lama sajda qilgan. Anda bulinib bilib emas ekan degan. Demak ehtimollik hatto ehtimolun nashun an g'ayri dalil yo'qolib ketdi. Ehtimol nashun an g'ayri dalil yo'qolib ketdi degan gap, ya'ni tabiiyki buningda dalillik paydo bo'lgan ehtimol yo'qaydi, dalilsiz paydo bo'lgan ehtimolmi? Billah yo'qolib ketdi. Ya'ni mufassirniki intayin kuchli ekanligini. Demak buningda nima qilmaydi? Uni ta'vilga, taxsisga yo'l qo'ymaydi. Mana endi hozir bizga demakchi bo'lgan masalamiz endi biz shunday qilib zohir nas mufassirni tushunib olganmiz. Muhkam. Endi bu mufassirning Payg'ambar alayhisalom bu vahiy tushib turgan jarayonda nima bo'lish ehtimoli bor? Amaldan qoldirish ehtimoli bor. Nasx. Bunun ta'vilning ehtimoli yo'q, taxsisning ehtimoli yo'q, ammo amaldan qoldirilib qolish ehtimoli bor. Mush ehtimoli Payg'ambar alayhisalom dunyodan ketib bo'lgandan keyin yo'qaydi. Vahiy to'xtagandan keyin bu ehtimol yo'qaydi. Hamma mufassirlar nima aytib ketadi? Muhkamga aytib ketadi. Anladın? Fasajidal malaikatu kulluhum ajma'un degan oyat Payg'ambar alayhisalom tugagandan keyin nima? Hammasi muhkamga aytib ketdi. Muhkam bilan mufassirning farqini bilsak, mufassirning nasx ehtimoli bor, ya'ni amaldan qoldirilish. Ya'ni bir oyat tushib, amaldan qoldirilish ehtimoli bor. Ammo muhkam degan cho'nda ehtimol yo'q.
Muhkemning anday muhkem degan o abadan amaldan qolmaydi. Xo'sh. Mesela Allah Teala innalloha alimun hakim desa, Allah Teala shubhisizki Allah Teala hikmatli zotdir. Hamini bilguchidir desa bu amaldan qolmaydi. Bu o'zgarmaydi. Endi xafi deganmi dal buni zohirning aksi. Shu jihatda muhammed jihat zohirning aksi bo'lib qarshi keladi. Xafidagi ma'noni, shu xafidagi ma'na o'zida ma'no oshkora, ammo shuniki g'ayridagi bir ma'no va g'ayridagi ma'no maxfiy bo'lib qoladi. Bu ism xafiy bo'lib qoladi. Bunun keridan mushkil degancha desa, mushkilda shu so'zning o'zida maxfiylik bor, lekin bularni bir ta'ammul qilib o'ylanish vojib, o'ylangandan keyin ma'nosiga yetkazib bo'ladi. Endi nima uchun mujmalchi deganda mujmalda ta'ammul qilib o'ylanib yetdikki ma'nosiga yetkazib olmaydi. Qiyos bilan yetkazib olmaydi. Buni faqat mujmildan bir bayon qilish kerak. Mujmil. Shu so'zni mujmal bayon qilgan zot tarafidan bir bayon kelish kerak. Bayon kelgandan keyin uni nima qilib bo'ladi? Amal qilib bo'ladi. Bo'lmasa angacha amal qilib bo'lmaydi. Ammo mutashabih desa bundan bayon mujmaldan bayon kelishi ehtimolligi bo'lmagan narsa mutashabih. Masalan, Alloh taolaniki masalan alif lam mim nun sad degandek Qur'on Karimda 5-ki muqattiyatlar va Alloh taolaniki nimalari ism mutashabih sifat mutashabihlari. Masalan yad vajh degandek bu mutashabihlar bu ma'nosini bilish ehtimoli bu dunyoda ehtimoli yo'q. Bu oxiratga ketadi. Oxiratda bilamiz inshaalloh. Xo'sh, endi biz ta'riful zohirdan boshlaylik. Ta'riful zohir. Bugungi darsning asosiy mazmuni shu. Zohirning ta'rifi. Al-zohir, zohir degan kalamun zahara al-muradu bihi lis-sami'i bi nafsi as-sam'. Zohir degan gapni tinglab o'tirgan, gapni anglovchiga murad zohir bo'lgan, oshkor bo'lgan bir kalamdir. Bi nafsi as-sam' degan gap, osh gapning o'zi bilan min g'ayri ta'ammul degan bir ta'ammul o'ylanmasdan. Bir odam men sizga bir gap qilgan bo'lsam, mening bu gapimni siz osh gapning ma'nosini tushunib, andoq ma'nosi andaqmi deb o'ylamasdan biyosda bir anglaplam. Tunca anlaştıram düşünəlisiniz. Ma'nosi muddao oshkor bo'lsa, shunda bo'ladi. Bu kalamun zohir. Alloh taolaning qavliga o'xshash va halallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Alloh taolo savdo sotiqni halol qildi, jazoni harom qildi degan qavliga o'xshash. Meni mishadiki shu oyatdan chiqadigan zohiriy ma'no ya'ni savdo sotiqning halolligi, jazoni haromligi. Bu oyat savdo sotiqning halolligida, jazoni haromligida zohirdir. Xo'sh. Anda o'ganda zohir va oyat kelsa buni hukmi qanday? Ya'ni buningdan al-asarul mutarattib alayh. Buningdan kelib chiqadigan asar qanday asar kelib chiqadi? Qanday qilsak bo'ladi? Bir zohir oyat kelsa buni qanday qilamiz desa, ay vujubul amali bihi bima zahara minhu. Shu zohir bo'lgan oyatdan zohir oyatdan oshkor bo'lgan ma'niga amal qilishning vojibligi. Xosan kan aw amman. Bu zohir xos bo'lsin yoki am bo'lsin. Yedi injiga bir ma'no bu xos am deganlarmisi birsi qismini birsi biz kirishib ketadi. Ba'zi oyat o'zi xos nima zohir. Ba'zi oyat am zohir. Xos nas, xos bu qashva. Biz kirib ketadi. Anda deganlik biz to'rt qism bo'lganlik o'zi bizga qat'iy. Birsi xos bo'lsa, birsi zohir bo'lmaydi degan gap emas. Birsi bizga kirishib ketadi. Bundan xos bo'lsin yoki am bo'lsin nima bunga amal qilish vojibdir. Masalan, mishadiki halallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan qaraydigan bo'lsak, al-bay' degan so'z nima? Al-bay' degan gap am. Al-bay' degan so'zning o'zi am. Lekin zohir. So'z oyatniki umuman qarasak, oyat zohir. Zohir ma'nosi va nas ma'nosi va. Zohir ma'nosi. Lekin al-bay' degan so'zning o'zi nima? Am. Meyadaki riba degan so'z uchun mujmal masalan. Riba degan so'z mujmal. O'shamizniki damon keyin mujmal bo'ladigan so'z, zohir bo'ladigan so'z va nas ma'nosi va shuni har jihatdan qaraymiz, ha. Ma'a ihtimali iradatil g'ayr. Endi g'ayrining irada qilish ehtimoli bo'lishi bilan birga deydi. G'ayrini irada qilish ehtimoli bo'lishi bilan birga. Endi miyadagi ehtimol degandan endi dalilsiz paydo bo'lgan ehtimol. Dalilsiz paydo bo'lmas, besh deb aytdim-ku. Dalilsiz paydo bo'lgan ehtimol. Chunki dalilsiz paydo dalilsiz paydo bo'lgan ehtimollik bo'lishi bor deydi. Chunki agarda dalil bilan dalil kelgan bo'lsa, tabiiyki u xoslanadi.
Tabii ki tevil kılınır delil olsa. Hatta delilsiz mi yani hasnıp kılış, tevil kılınıp kılış ihtimallığı var. Şunun için bazı çağda Allah Teala ne kılıyordu? Müfessir keltirdi. Zahir nesni müfessir keltirişki sebep de delil bulmuş mu? Allah'ıyla başka ihtimallıkla boğallık için bunu ne keltirdi? Müfessir kılıp keltirdi. Hoş. Hem de zahir lekin ama şu delilin özü delilsiz peyda olan ihtimalı koyarlık için bu zahir kat'i bulaverdi. Hükmü kat'i. Zanni emez. Ondan sonra ki bu zahir bilen had cezalarını ispatlaş. Hadlerini mesela. Kol kısımla diğerisi mesela. Onu ispatlaş caiz. Çünkü zahir de olmak bilmez. Hem de ta'rifun nas. Nas'ın ta'rifi deydi. İkinci nas ma siqal kelamu li eclihi. Kalam ma huve nas? Nas diyen ne dese? Nas diyen gep tekst diyen gep. Sözünün teksti diyen gep. Lekin miyadaki ma'na tekst diyen gep emas. Miyadaki ma'na asasi maksat. Söz nemi üçün kılıngan? Sözün asasi maksat diyen gep. Ma siqal kelamu li eclihi. Söz onun üçün kılıngan narsa deydi. Mesela ki kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli okşaş. Ve ahallallahu al-bey'a ve harramer riba. Muş ayet kaydıgan bolsak Allah sol çet halal kıldı, cezanı haram kıldı dediği ayette. Bu ayet nemi için keltirilgen dese? Siqa li bayani tefrikati beynel bey'i ve riba. Sol çet kılan cezanın arasındaki farkını bayan kılış için kelgen. Çünkü ayetin 5'i de innemel bey'u mislur riba diyen kafirler Allah Teala şunun kavmi karşıladı ya kaygı okşumaydı. Sol çet cezanı herkes mi okşumaydı o deyip buna ayırıp vermekçi. Demek sözündeki ayetin asasi manasına bir dikkat kılış gerek ha. Zahirinin kuşluk asasi mana. Eğer asasi manadan zahir mana kavmi karşı kalsa ne var da? Demek nas asasi mana zahiri mananı besüçüdür. Bu da kaydı var. Hükmuhu emde nas'ın hükmü ne verse? Vücubul ameli bima vadaha minhu khasan kana ve ammen. Emde aşı nas'ın aşkar boğan, zahir boğan yani roşan iniqlanğan maniga amel qilish xos bo'lsin yoki am bo'lsin amel qilish vojib. Amel qilish vojib. Ma'a ihtimali ta'vili ve takhsis. Lekin nas'ni ta'vil qilish ihtimoli bor, takhsis degan xoslanish ihtimoli bor. Xo'sh, endi ta'riful mufassir. Mufassirning ta'rifi. Uchinchi mufassir degan ma zaharal muradu bihi min al-lafz. Yani lafızdan murat aşkar boğan söz. Mesela bi bayanin min kibelil mutekellim. Mutekellim tarafından boğan bayan bilen. Bihaythu la yabqa ma'ahu ihtimalu te'vil ve taksis. Yani şunda derecede aşkar buludu ki bu söz. Onun olan birge te'vilin ihtimali, taksisin ihtimali kalmaydı. Yani bu söz an bolsa hasının ihtimali yok. Bu söz eğer hakikat olsa mecazı öyle ihtimali yok. Şunda derecede ne buludu? Uç kulak gidiyordu, güçlü kulak gidiyordu. Belki bunun şartı ne? Çokum nima tarafdan kelish kerak? Shu so'zligichi. Mutakallim tarafdan kelish kerak bu. Anladın? Mutakallim tarafdan kelish kerak. Ki kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli o'xshash. Fasajadal malaikatu kulluhum ecmaun. Yani ferishtalar secde qildi. Kullu ularning hammasi ecmaun. Biliyorlar secde qildi. Biliyorlar. Deganda fasajadal malaikatu degan gap asli zahir. Fasajadal malaikatu degan am mesela, am. Am degan hammasi o'z ichiga oladi. Shundaymi? Lekin ihtimallık var. Bazen bir perişteler secde kılmaya kalkan bu kıymetti. Degende ihtimallık olan degen kulluhum diyen gap bilen onu hemmine tefsir kıldı yani. Hemmine ölçü kaldı. Hemmine secde kıldı degen. Bu ecmaun degen bazı bugün secde kılma olsa bazı secde kılmadılar degende ecmaun degen biliyorlar mı secde kıldı gap bilen yani hemmine biliyorlar mı bir vakit secde kıldığını bizge düşündürdü. Muşnu olan bunun da eşki bir tevil kılışka yoki taksis haslaşka nima ihtimalli kalmadı. Hoş hükmuhu. Emde bu nimenin mufassirin hükmü ne dese vücubul ameli bi medlulihi qat'an. Mufassirin hükmüge mufassirin dalalet kılgan manasıga qat'an diye gap yani qat'i şekilde amel kılış vacip. Ma ihtimalin neski fi zamanil vahiy. Vahiy zamanında amelin kaldırılışının ihtimali var buluş bilen bilge. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında amelin kılış ihtimali var. Lekin Peygamber Aleyhisselam vafatlap boğandan keyin amelin kılış ihtimali yok. O hem muhkem deniz küderlik edilir. Hoş ta'riful muhkem. Muhkemin ta'rifi. El muhkemu. Muhkem degen mezdade kuvveten alel mufassir. Mufassirden
quvvat jihatda mufassirdan ziyoda bo'lgan narsa. Mesela bihaythu degan shu darajadaki la yaqbalu ta'wil va takhsis. Bu ta'vilni qabul qilmaydi, takhsisni qabul qilmaydi va nasx degan amalning qoldirilishini asla qabul qilmaydi. Mushunda darajada kuch topgan, kuchlik bo'lgan so'z muhkam deb ataladi. Qavlihi ta'ala Alloh taolaniki innalloha bi kulli shay'in alim degan qavlga o'xshash. Endi vaqo Alloh taolaning qavliga o'xshash innalloha la yuzlimun nasa shay'a. Bu oyatning hammasi aqida oyatlariga hammasi muhkam, oyat muhkama. Xo'sh, endi hukmuhu bu oyat muhkamani muhkam bo'lgan oyatning hukmi nima desa, luzumul amali val i'tiqod bihi. Uning amal qilish lozimligi va uni e'tiqod qilish, shunda e'tiqod qilish ham lozim. Qat'iy shaklda. Alloh taolo kishilarga hech qanday zulm qilmaydi desa, Alloh taolo laysa zolim. Alloh taolo zolim emas deb ham shuni amal qilish kerak, shunda amal qilish, shunda e'tiqod qilish lozim. Alloh taolo har shayni bildirsa, Alloh taoloning ilmining hamma shay uchog'anligini e'tiqod qilish farz va shunda amal qilish kerak. Va li hadhihi al-arba'ati arba'atun ukhra tuqabil. Bu to'rtniki, bu to'rtga qarama-qarshi keladigan endi to'rti bor. Birinchisi bu ta'riful khafi. Maxfiniki tarifi. Al-khafi, khafi deganimiz ay ma khafiya muraduhu bi'alidin ghayr as-sigha. Ya'ni buningdan bo'lgan murad sig'dan boshqa bo'lgan bir to'g'ri bo'lgan narsa. Ya'ni sig'dan boshqa bo'lgan to'g'ri bo'lgan narsa degan gap, buni maxfiyligi sig'ining o'zida, til jihatdan maxfiylik yo'q. Shu oyatning so'zining o'zida oshkora, zohir. Ammo tashqi bir ish bor. Buning tashqi bir ishdan jihatidan maxfiylik kelib qolgan. Qavli ta'ala Alloh taolaning qawli o'xshamasdan was-sariqu was-sariqatu faqtaru aydiyahuma. O'g'ri o'g'ri ayolning qo'llarini kesinglar degan oyat. Bu zohirim fis-sariq. Was-sariq was-sariq degan so'z o'zida nima yo'q endi. O'zida maxfiylik yo'q. Was-sariq was-sariq degan oyat o'zi zohir, ma'nosi zohir. Oyat nima uchun kelgan deganda o'g'ri oyatdagi kelishiga sabab o'g'ri va o'g'ri ayolniki chuqum qo'li kesilishi kerak. Ular o'g'irlik qilsa, ya'ni o'g'irlikning jazosi qo'lini kesish. Xo'sh. Endi mush oyat sariqda zohir, lekin xafiyun fit tarrar va nabbash. Degan tarrar degan yonchuqchi. Yonchuqchi bilan nabbash kepan o'g'risi. Kepan o'g'risi bilan yonchuqchida maxfi. Nima uchun? Chunki tarrar degan qanday o'g'laydi, sariq degan qanday o'g'laydi bir narsani kichilikda maxfi holda o'g'laydi. Tiqib qo'ygan narsalarni maxfi holda o'g'laydi o'g'ri. Sariq degan. Tarlarchi desa, o vaqt turgan bozorlarda, o vaqt turgan odamlarniki qo'lini qisib o'yg'oq odamlarni o'g'laydi. Nabbashcho, kepan o'g'risi ulab qolgan odamlarni o'g'laydi, teriklarni o'g'lamaydi. Anda bo'lganda biz bu maxfi ekanlikmi? Hukmi nima? Unda bu hukmi nima bo'lsa? Bunda maxfilab qolsa buni hukmi nima desa, asarul mutarattib alayh vujubut talab hatta yazula anil khafa. Undan maxfilik zoil bo'lgan qadar izdinish kerak, izdinish vojib. Anda tashlab qo'ymay, shu maxfilik bo'lgan qadar nima qilish kerak? Izdinish kerak. Endi biz izinib boqaylik. Ki o'g'rini bildik. O'g'rining qo'lini kesishga hukm ochiq ekan, zohir ekan. Anda olganda bu kepan o'g'risi bilan yonchuqchi. Yonchuqchida o'g'ri sariqdan nima bir darajada yuqorilik ziyodlik bor ekan. Sariq degan o'chimiz bir xijil bo'ldigan o'yat qilib tiqib qo'ygan yardigasi o'ladi. Yonchuqchi Alloh insonning o'zining biyosida o'laydi ekan. Demak, ma'nodagi jinoyat, qabohat bir oz eg'ir ekan, ziyod ekan. Unda unga endi kepan o'g'risi deganda kepan o'g'risi hayotni tiyiklarni bilasa o'g'lamaydi ekan, uylarnikini o'g'laydi ekan. Uylarning kiyimlariga ehtiyoji yo'q masalan, hojati yo'q. Uylardagi mojihatdan biroz sariqdan biroz tuvan turdi ekan. Nabbash biroz yuqori turdi ekan. Buni qanday hukm chiqaramiz desa izdinib, anda bo'lganda birsiz yadigan birsiz kam ekan deb mushu xafa zoy bo'lish uchun qanday qilamiz? Zohirdan ziyoda bo'lganini tarrar masalan, yani shu o'xshash. Nimaga? Hukm jihatda sariqqa qo'shib o'tamiz. Yonchuqchining hukmi qo'lni kesish, sariqqa o'xshash deymiz. Ammo kepan o'g'risi bu sariqdan tushib ketganlik uchun buni darajasi buni nima qo'shmaymiz? Sariq qo'lni kesilgan ma darajaga qo'shib o'tmaymiz. Xafiyni mudamat qilamiz.
Xo'sh, endi mushkil, ta'riful mushkil. Mushkilninki ta'rifi. Al-mushkil degan mazdada xafa'an al-xafi. Ya'ni maxfiylik jihatda xafiydan ziyoda bo'lgan narsa. Xafiydan ziyodaroq maxfiyligi. Masalan, buni maxfiyligi 40% masalan. Xafiy 50% maxfiy olsa, bu 40% maxfiy. Kaman halafa bi annahu 40% deganda nima? Tushib ketdi farsga. Texim qattiq maxfiy degan gap, ha? Yoki bo'lsa 50-60% maxfiy desak bo'ladi. Ya'ni ziyoda, ma'no maxfiyligi ziyoda. Endi mana ro'shanlik jihati tushib ketdi demakchi-da, umum jihat. Kaman halafa bi annahu la yatadi. Masalan, bir odam idom yemaydigan qasam qilgan bo'lsa, qasam ichgan bo'lsa, idom. İdam da bir narsa bizde. İdam ne bilesiz o? Yani şu ilip yayılgan narsa. Mesela Peygamber ni'mel idamul hallu. Yani sirke en yaxşı idam diyen Peygamber. Mesela idam. Hem de bir adam idam yemaydigan qasam ichgan bo'lsa, mushun nima deymiz? Mushkil deymiz. Buni hukmi nima? Buni hukmi desek la yanal murad minhu illa bi talab. Bunun bo'lgan murad qattiq izlanishdan yetkazib bo'ladi. İzlenip bo'lgandan keyin talab qilib, summa ta'ammul min film. Uning ma'nosida qattiq o'yinish bilan yetkazib bo'ladi. O'yinish bilan yetkazib bo'ladi. Masalan, bir odam men idom yemayman degan bo'lsa, endi shu idom degan nima? Achchiq suv bilan masalan xurma sirkisi masalan, xurma sirkisi, üzüm sirkisi degandek sirkilar. Endi bu zohir. Men idom yemayman degan bo'lsa, shu ben sirk bilan yasayman, achchiq suv bilan chumra bilan yasayman. Xurma shinasiga chumra bilan yasayman degan gapda zohir. Ammo go'sht, tuxum, pishloq degandek narsalarda mushkil. Ma'nosida qasam ichib kiymamdi o. Chunki o'z oldiga tamoq bo'lgan narsalar. Bir odam achchiq suvni yolg'iz ichmaydi. Bir odam sirka xalni masalan yolg'iz ichib bo'lmaydi. Lekin tuxumni, go'shtni yolg'iz yegili bo'ladi. Ammo aralashtirib yeydi, yolg'iz ham yegili bo'ladi. Endi buning ma'nosida o'ynash kerak degandan idomniki ma'nosida izlanish kerak. Uni ta'ammul qilish kerak. Ya'ni mushu ma'no go'sht tepilamdi, tepilmamdi. Agar tepilsa, xolos. Idom degan ma'no go'shtda tepilsa, buni ma'noga yetkazamiz. Agar tepilmasa, buni yetkazmaymiz. Shunda o'ylanadigan gap hamda. Ammo buni fiqh hukmiga borganda bilasizlar ma'nosini. Xo'sh, endi ta'riful mujmal. Mujmalning ta'rifi. Ma huwa al-mujmal? Mujmal degan demak, endi mana shu nima bilan, xafiy bilan mushkilni qiyos bilan nima qilib bo'ladi? O'ylab chiqarib bo'ladi. Ya'ni uniga xabar vahid bilan Qur'on karimda agar mushkil aytimiz kelsa, xabar vahid va zanni, dalil zanni bilan nima qilib bo'ladi buni? O'ylab topqirib bo'ladi qiyos bilan. Ammo mujmal unday emas. Ta'rif mujmal. Mujmalni topqirib bo'lmaydi. Qiyos bilan mujmalni o'ylab chiqib topqirib bo'lmaydi. Mujmal degan mazdada xafa'ana al-mushkil, ya'ni maxfiylik jihatdan mushkildan ziyod bo'lgan narsa. Li'annahu yahtamilu wujuhan. Chunki mujmal degan bir qancha yo'lni ehtimol keltiradi. Mujmalning bir qancha yo'lli ehtimoli bor. Fasara bi halin la yu'lamu al-murad bihi illa bi bayanin min qibal mutakallim. Shunday bir holatga aylandiki, buning bilan mujmal bilan bo'lgan murad faqat mutakallim tarafidan bo'lgan bayon bilan bilinadi. Mutakallim bayon qilmaguncha bu narsa bilgil olmaydi. Anladın? Bununda talab qilish, izlanish, ta'ammul o'ylanish kifoya qilmaydi. Balki bununda mutakallimniki bayoniga ehtiyoj intayin muhim. Xo'sh, masalan Alloh taolaning qavliga o'xshashki va harramar riba. Alloh taolo jazoni harom qildi dedi. Alloh jazoni harom qildi deganda riba degan nima? Riba degan nima esa ziyoda faqat. Riba degan nima? Ziyoda mutlaq. Bu ziyoda degan gap iroda qilinmaydi. Chunki har qanday bayda ziyodalik bor. Har qanday bayda ziyodalik bor. Balki bu yerdagi murod maxsus bo'lgan bir ziyoda, alohida bir ziyoda. U bo'lsa, ya'ni ivazdan xoli. Ya'ni ivazdan so'z bergan cho'qim ivaz berish kerak. Mal berilsa pul berish kerak. Bu shu badaldan xoli bo'lgan bir ziyoda bu. Anladın? Bu Peygamber Aleyhisselam hadisda 6 tane narsaniga buni bizga bayon qilib bergan hadisda. Hadisda bayon qilib bergandan keyin mujmal nimaga aylandi? Mufassirga aylandi. Endi bu mujmalning hukmi nima desa? La yu'malu bihi illa ba'da bayanil mutakallimil mujmil. Mujmalga hukm amal qilinmaydi. Amal qilinmaydi. Qachon amal qilinadi? Mujmal so'zni bayon qilgan zot bayon qilib bergandan keyin amal qilinadi. Xo'sh. Endi ta'riful mutashabih. Ama şu mujmaldagi masalasida agar Qur'oni Karimda masalan bir oyat bor. Famsahu bi ru'usikum. Beshonlarga masih qilinglar. Xos. Bu amr degan xos.
Mesih kılış gerek. Yani femsavdaki emir çok mesih kılış gerek. Gusül kılış bulmaydı, yuyuş bulmaydı. Başını mesih kılışımız gerek. Ru'us degen am. Endi bu yerda başqa mesih kılışın farzligi shak yo'q. Qat'iy. Lekin ru'us boshni qanchalik yeriga mesih kılış dedim ba, mujmal. Ru'us boshni qanchalik yeriga qanchaga mesih qilamiz. Mushu mujmallikni, mushu amning asli Qur'oni Karimda bo'lgan dalil qat'iyni dalil zanniy bilan nima qilib bo'lmaydi, xos qilib bo'lmaydi am bo'lsa. Ondan. Lekin mujmal bo'lib qolsa, bu dalil mujmal bo'lib qolsa, bu mujmalni xabar ahad, xabar vahid bilan nima qilib bo'ladi? Bayon qilib bo'ladi. Bayon yo'li bilan. Endi mushu masalan Payg'ambar alayhisolamniki Mughayrat bin Shu'ba hadisida 5-niki kukuli chechiga, nasi kukuli chechiga masih qilgan degan hadis bilan demak eng ozlik farz kukuli chechigib farz ekan deb biz nimani mujmal bo'lgan miqdorni bildik. Boshqa masih qilishning farz emas dedik, balki boshqa masih qilish farz, ammo boshqa qanchalik miqdor, ya'ni 4dan 1 qismiga, ya'ni kukuli chash miqdori masih qilish farz deganni mujmalni bilib oldik hadis bilan. Chunki bunda bir qoida bor. Buni bilib olish kerak. تعريف المتشابه متشابه تعرفه تۆtүнчү متشابه مزداد متشابه degan maxfiylik jihatdan mujmaldan ziyod bo'lgan oyatlar bihaythu shu darajadagi la yu'lamul murad minhu aslan uningdagi murad asla bilinmaydi. Masalan kel hurufil muqatta'at bu dunyoda demakchi, bu dunyoda bilinmaydi. Oxiratda Alloh taolo bildirsa bilamiz inshaalloh. Masalan muqatta ya'ni alif lam mim alif lam ra degandek huruf muqatta'larga o'xshash va sifatillahil mutashabih Alloh taolaning mutashabih sifatlariga o'xshash. Allah Teala'nın muteşabih sıfatlarından kasıt ise yani birincisi alamda Allah Teala'nın muteşabih kısmı bulundu. Birincisi onun manası katı düşünülmeydi. Ben düşünülmeydiğini. Huruf muqattaat elif lam mim degandek. Söylerini öğrendik. İkincisi onun lügat manasını bilemeyiz. Ama şeriatın muradını bilemeyiz. Mesela Allah Teala'nın yed, vecih, saq deb kelgan sıfatları o'xshash. Endi shuni bilish kerak. Unda olgandan endi bunun hükmü nima desa? Bunun hükmü tavaqqufun ma'a i'tiqadi haqqiyatil murad bihi ila an ya'tiyal bayanu min qibalil mutakallim. Mutakallim tarafdan bayon kep bo'lgan qadar, kep bo'lganlikka mushu oyatning bo'lgan muradning haqiqatligini e'tiqod qilish bilan birga to'xtab turish. Ya'ni Qur'on Karimda yadulloh deb kelsa, Alloh yadullohga biz iymon etamiz. Amanna va saddaqna. Lekin buniki qanday bir narsa ekanligi, buni biz nima qilmaymiz, tushunib kirmaymiz. Buni kayfiyatiga kirmaymiz. Kayfiyatini Allohga topshiramiz. Alloh taolo bizga deb bergan chaqda bilamiz. Biz ahli sunnatniki, bizdagi mufavvida deymiz, salaflarimizdagi tutgan yo'li mushu. Agar mushu yo'lni hammadan tutgan bo'lsa, hech qanday bir ixtilof chiqmagan bo'ladi. Lekin keyingilar mujassima deb adamni maydonga kelib, Alloh taoloning 5 quli va 10 quli va 10 quli va 5 barmoq quvva deb adamniki bir a'zo o'xshatganlik uchun shuniki nima ahli sunnatniki ta'vil, muavvilil ta'vil qiluvchilar maydonga kelgan. Bo'lmasa shular maydonga kelmagan bo'lsa ham bilan mufavvid edi. Hammasi. Ya'ni Alloh taolo kayfimiz amanna deymiz, kayfiyatini Allohga topshiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.